To'g'risi, hech kutmagan, lekin hayolimdan bir o'tib ketgan bir vaqtlar. 10 yil, 12 yil oldin o'tgandi. Mana shu narsa. Bu kishi bilan bu kishi keyin turmush qurganini kuzatib, buncha baxtli oila deganimda hali taassurotdamanda bu narsani. Qarang, siz 10 yil oldin nima ish qilib 10 yil oldin men o'zi Koreyaga kelmoqchi bo'lganman. Unda anaqa bo'lgandi-yu nima 2019da. Korona bo'lganda undan oldin ham 2017da repetitorlik qilib Medunska bola tayyorlagan paytlarni sizlar kuzatdan. Nahotki noldan shunaqa chiqish nimasi bo'lar. IELTSga topshirish bo'lish kerak deganman, lekin sizlarning motivatsiyalaringizni ko'rib, nahotki deb hamisha kuzatardim. Juda baxtli inson derdim. Keyin bularni ikkilashib kuzatib boshladim. Farzand tug'ilgandan keyin yanada kuzatdim-da. Ikkita farzand tug'ildi. Juda ota-onam ham baxirsan. Eng dunyoda baxtli inson, lekin sizlarda o'ylab ko'rsa, to'g'risi. Qancha insonning hojatini. O'zbekistonda Koreyaga kelaman degan insonlar, ishonmaysiz 24 sutka Allohdan so'raydi. Lekin sizlar shunday yo'llaringizni ochdi, sizlar orqali bo'lganiga men hali hayronman. Bitta men 10 ta kompaniyaga haqiqatan kirib chiqdim. Bu narsani ham aytib ketdik. 10 ta kompaniya. Lekin yo'q, bu ishonsa emas, sizlardan oldin. Hattoki universitetga invoice chiqarib bera olmadi. 27 yoshli, 17-18 yoshlarga dokument bor. Chunki u uylangan deb aytishdi. TOEFL ham bor, IELTS ham bor. O'zim mana men bilan tayyorlangan bola даже telefon qildim kecha. Lekin menga sizlar bo'lganlaringizga bu kompaniyaga tan berishga o'zi haqiqatdan rost narsa. Voy. Men mana shu narsani ro'za oylarida mana shu bir xonada aytayotganim o'zim qo'yib qolaman. Azizlar, assalomu alaykum. Salom Koreya dasturimiz. Boshida tayyorgarlik ko'rib oldik hozir. Navbatdagi sonni. Navbatdagi sonni meni dugonam 1986-yilda tavallud topgan. Masalan, o'zingizni tanishtiring, qaysi shahardanligingizni, nima gapingiz bo'lsa gapiring. Hali gapirganingizni ayting. Sitora Alimjonovani muxlisi, oyingizlarmi, kimdir, sizmi? Oyim, hoji onam Sitora Alimjonovani eng yaxshi aktrisa hisoblaydi. Faqat kinolarini ko'radi, to'g'risi. Rolga jiddiy kirishadi, bilasiz-ku, juda o'ynaydi. Ana endi 130 ta seriali chiqyapti, ko'rib o'tiradilar. O'zi ko'radi, deyapti, boshqasini ham. Hattoki Surxondaryo viloyatidanman, Jarqo'rg'on tumanidan. Shifokorlar oilasida tug'ilganman, ota-onam shifokor. Hozir hoji ota, hoji ona, opam ham shifokor. O'zim o'qituvchiman. Koreyani 30 yil orzu qilgandim, lekin bu tush deb o'ylagandim, bunaqa bo'ladi deb hayolimga kelmadi. 10 ta kompaniyani ko'rib chiqdim. Har biriga iltimos qildim, faqat hech narsa kerak emas. Faqat bitta pasportingiz bersangiz, diplomingiz bersangiz bo'ldi dedi. Unga ishonmadim. Lekin sizlarda hamma narsa qonuniy, dokumentalni. Men endi dokumentalni odamman-ku. Shunday oldimdagi sizlar menga ma'qul bo'ldingiz, keyin oldim, berdim, etap yo'llarimni ochilib ketaverdi. Nariyoqqa ham to'g'ri ular ham harakat qilaman dedi, lekin o'z international kompaniyasida xodimlarining muomalasi, ayniqsa masalan, birinchi Zilolohanga bog'langanimda ovozidan o'zi titrab ketdim. Sizga bo'ladi degan gapi menga motivatsiya berdi. Toshkentdagi filialdagi Mohonurga ham ming rahmat. Har bir etapda turib berdi menga. Men aytdim, bunchalar zo'r dedim. Juda xursand bo'ldim. Qanchada hozir sizni Proses. 19 mi 18 kunda chiqdi sizlar anaqalar. Yo'q, obshi biz bilan boshlaganingizga. Boshlaganingizga birar yil bo'lib. Yo'q. Oktyabrning 27 tug'ilgan kunimda Zilola bilan bog'landim. Koreya bilan. Tug'ilgan kuningizga sovg'a. Noyabrda mana universitetga qabul qilindi. Dekabrda bular dokumentni taqladik. Vizam sizlar orqali chiqdi. Hech kim ishonmadi, hech kim tarixda hattoki bo'lmagan narsa, to'g'risi. Hattoki o'zimizdagi koreys tili tayyorlanadigan Umid akaga borganimda ham, bizda katta Umid aka bor. Yo'q, opa, avara bo'lib yotmang. Siz yarim yo'ldan qaytib kelasiz dedi. Lekin Zilolaxon aytgandan keyin sizni videolaringizni ko'rdim, bu yoqda Anvar akani ko'rdim. Har bir o'quvchingizdan motivatsiya olib, men aytdim, mana shu yo'lda ketaman dedim. Ishondim va bo'ldi. Tan berdim. Lekin meni yonimda yurganlar, boshqa konsaltinglarga ketganlar qolib ketdi, lekin ular 18-20 yoshli edi. Hamma narsasi bor. Yoshlar qolib ketdi. Yoshlar qolib ketdi. Opa borib yotmang dedi menga. Men aytdim, yo'q. O'shanga men aytdimki, Pasolga Alloh sizni chiroyli qilib ko'rsatib qo'yganda, hattoki shundoq ko'rgan dokumentingizni. Dildoraxon, hozirgina ko'rdim, ana bu yerda tamoshnidan o'tayotganda meni shunday yo'limda ochyapti.
qolganlar nariyoqqa olib ketyapti, dokumenti to'g'ri chiqmayapti, nimadir muammo bo'lyapti. Men shunday yo'l yo'llanib ochiq ketyapman. bo'lsa birpasda hal bo'lib voy ketadi. mashalloh. Shunday viza chiqqan kuni Zilolaxon tashladi oilasi bilan. Sizni vizangizni yuvyapmiz. Oilaga o'tirgandilaringiz, nahotki bu kompaniya bunaqa mehribon deb dunyolarga sig'may ketdim, to'g'risi. Juda ham Nimada uydagilar juda baxtliman, juda baxtliman, to'g'risi. Voy voy. Biz ani 1980-1986-yilda tug'ilganimizga anaqa nima deydi? Ehtiroslarga Hindiskiy ko'p ko'rgansiz avlod. ehtiroslar bu ko'z yoshlari, sevinch ko'z yoshlari. To'g'ri, to'g'ri. Ma'lumot o'rnida mana shu Salomat opamiz ancha harakat qildilar. Asosan mana endi oliy ma'lumot diplomlari ham bor. Bu eng katta plyus bo'ldi deb o'ylayman va bundan tashqari ingliz tilini o'rganib, sertifikat olib va ko'pchilik atrofdagilari gapiga quloq solib qo'yapti-da. Ya'ni bu sohaga aloqasi yo'q odam. Endi fikr hammadan chiqadi, shaxsiy fikr hammada bor. Shuning uchun sizga chiqmaydi. Pasol bo'lmasdan turib, pasollik qilayotganlar juda ham ko'p. Mana shularga chalg'imaganlarini katta iroda deb bilaman men. Rahmat, rahmat. Shuning uchun mana endi muvaffaqiyatga erishishingizga boshlandi, xudo xohlasa. Men ham jahon tillariga kirmoqchi bo'lganimda o'sha yerdagi abituriyentlar aytgandiki, hech qachon kira olmaysiz jahon tillariga. Chunki biz 190, 195 ball bilan ham kira olmaysiz. Kira olmay qaytib keldik, 5 yildan beri bekor yuribmiz. O'zimizni va shu viloyatlarga topshiring deganda, men yo'q, men boraman. Ba'zi vaqtda insonga qaysarlik ham kerak-da. Qaysar ham bo'lish kerak. Gapiga kirib ketaverish kerak emas hamma. Va mana shu narsa uchun sizga alohida rahmat. Sizlarga rahmat. Ishonchingiz uchun ham alohida rahmat. Mashalloh, keyin qarang qanaqa muqaddas kunlarda kirib keldingiz. Albatta. Juda. Ozginadan keyin Laylatul Qadr kechasi, ozginadan to'g'ri. keyin Hayit, To'ppa-to'g'ri. buyog'i ro'za hali yana 10 kun bor ekan. 10 kun bor hozir, xudo xohlasa. Eng avvalo Sitora Alimjonova singlingizligini bilib, shunchalar ishonib, ota-onam o'sha singlingizga ishongan holatda bo'ldi dedim, bu kompaniyaga bog'lansang bo'ladi. Chunki eng mashhur aktrisa, O'zbekistonda tan oladigan aktrisadan birida, hattoki boshqa aktrisalar ham tan oldi. O'sha videolarni ko'rgan bo'lsangiz, eng rollarga kirishgan holatda o'ynaydi. Haqiqiy ko'rsatib beradigan ijodkor. To'g'ri, qolganlarni ham xursand bo'ladi, lekin bitta aktyor bor. Nima ismlari edi? Hozir 95-yil edi. Ana shu ham tan berdi. Shohrux Hamdamov aytdi. U hech kimni priznavatsiya qilmaydi. Tan beraman, aktrisalar ichida eng zo'ri kim dedi? Dilnoza Kubayeva hamda shu deb Sitora Alimjonova deb rosa maqtadi. Shu reportajlarni ko'rganman даже. U aktyorlarga ham qiziqar ekanlar. Ha, albatta. Keyin siz aytdingizki, haliginda nima YouTube'dan qaysidir videoyimni ham ko'rdim, koreys tilini YouTube'dan o'rganman. ko'rganimda 15 yil, 14 yil oldin kelganlaringiz, 20 yil oldin ko'rganimda kitoblaringiz xonada juda ko'p. Eng aqlli inson bu dunyoda ko'p narsaga yetishadi. Har bir kitobga e'tibor berib qaraganman. Seriallarda ko'rgan holatda agar juda astoydil ishonsang, juda mehnat qilsang, o'sha narsaga Allohga ishonsang bo'ladi, tilni o'rgana olasan degansiz. Indiyskiy kinoni ko'rganmisiz? Anu qaysi edi? Om Shantiom. Om Shantiom. Esingizda Albatta. gapini aytib bering bitta. Alloh agar ishonsang, yurak bilan koinotdagi har bir narsa sen uchun intiladi, Harakat qiladi. harakat qiladi degan. Biz indiyskiy. Zilola opa, sizning yana yaqin Zilola opa. voy adashib ketdim. Dildora opa, yaqinda ko'rdimki, Dildora-di, mayli, Dildora xon. Yaqinda ko'rgan reportajim Samoviy ishdagi o'ynaganki aktyor. Shuning anaqasiga tushdingiz siz. Nimasiga? Ko'rsatuvga. Kebon. Ko'rishdimmi? Ana shunda Panoramaga, ko'rishdingiz, ha. shu menga eng katta motivatsiya berdi. Shu payt hujjat qilib turgandim. Значит, men ham Bittisdagi Jungkook bilan uchrashaman dedim. Bilan ko'rishar ekan, ana BTS bilan Jungkook bilan ko'rishganim mana 86-yil qiz o'qishga keldi. Yana bir narsani aytib olay. Misol, qo'shaloq baxt keladi degani mana shu konsalting orqali ham vizam chiqdi, ham turmush o'rtoq chiqdi. O'sha kuni 28-fevral kuni. Ama 1-martda BTSning konserti $500 dan $10,000gacha-ku 70 ta davlatga beryapti. Tekin, Alloh tekin bergan holatda menga beryapti. 21-mart kuni men shuning uchun Inshaalloh. International kompaniyasini eng qiyomatgacha eng yaqin insonlarim deb bir oila a'zosi hisoblayman. Yuragimdan, to'g'risi. Allohga shukr. Voy, xursandman. Borlaringizga shukr. Ko'rsatuvni ko'ringlar, hamma joyini ko'ringlar. Xudo xolasa. Hamma gaplarini eshitinglar. Rahmat. Rahmat, omadingizni bersin. Uz International kompaniyasi doimo xizmatda. Doimo xizmatda. Yana bir narsani aytib olsam,
shu fursatdan foydalanib meni ota-onamga, ota-onamga Umrlar uzoq bo'lsin. mingdan ming rahmat aytaman. Ukam Olimjonga hamda barcha yordam bergan inson sizlarga mingdan ming rahmat aytaman. Borlaringiz shukur. Sizni ham Dunyo boringizga turguncha shukur. Alloh rozi bo'lsin. Siz ham rozi bo'ling, xudo Sizni xohlasa. bizni kutganingizga Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Omadimiz bersin. Rahmat.